Demak, Firdos aka mana deylik birinchi bosqich 13-40-13 o'g'iti Kamasol bilak bergansiz. Endi keyingi bosqich bizda gullash bosqichi. Bodring gullash paytida. Birinchi bosqich o'zi Kamasol berdim dedim-ku. Ikkinchi bosqichga o'zi sal tomir yaxshi yo'yilgandan keyin bizlar yerimizga nematoda yo'q, lekin vidatni обязательно beramiz. Vidatning afzallik tarafi tomirni yaxshi yuvadi, birinchidan. Ikkinchidan 1 oy 40 kungacha hasharot kelmaydi palakimizga. Yaxshi yig'laydi. Chunki yoshligidan ximikat sepsangiz, palak bar stress olib katta bo'ladi. O'sha vidatni bergandan keyin orqasidan yana Kamasol beramiz, обязательно. Yo nemaka, yo Kamasol beramiz, ichiga 13-40-13 qo'shib. Undan keyin o'zi palak nimani xohlasa o'zi tilga tushunish kerak bo'ldi bu narsani. O'zi gapiradi ko'chatni o'zi. Shu ozuqani ber deb o'shanga qarab berib ketaveramiz. Lekin gulga kirgancha terimgacha bizlar aslonoy MPK 0.34, 13-40-13 o'shalarni ko'proq beramiz. Qaysi kompaniya ko'p qo'llaysiz u firma? Bizlar 100% Eurosol, Combo shularni ishlatamiz. Eurosol hamda Combo Expert mahsulotlardan foydalanasiz. Juda yaxshi. Endi ancha tushundik, menimcha bizni tomosha qilayotganlar ham ancha tushundi. Endi gullash bosqichida asosan qaysi monokali fosfat ishlatishingizni aytdingiz, to'g'rimi? Map. Endi hosilga kirish jarayoniga o'tdik deylik. Hosilga kirish jarayonida nimani ko'proq berish afzal? Hozirga bizlar ko'p kishi masalan o'sha tezroq teraydi, 20 ni ko'p qiziqadi. Chunki 20 azoti bor to'g'ri, lekin sal palakni charchatib qo'yadi azot. To'g'ri boshiga testosteron bizlar 20 berilmagan buni ekinimizga. Uni aslomiy ozuqa beramiz. Palakni nima desam, qo'rni to'yg'izib boramiz. Qaysi ozuqadan ko'p berasiz? O'sha mana fosfordan olib bo'ldikmi, lekin fosforni ham har 20 kunga berib turamiz. Keyingi bosqichlarga. Hozirgi 40, magniy nitrat, kaliy, chunki mana bu yomg'irli havolarga aslomiy nitrat beramiz. Nitrat dorini, ozuqani bulutli havoga o'ziga yaxshi oladi. O'simlikni yaxshi o'zlashtiradi demoqchisiz, nitrat yo'q. Azotni o'zini bersangiz, o'ziga oladi, palakni o'stirib yuboradi. U minus ko'p ketadi. To'g'ri, to'g'ri. Azizlar, shu joyda bir narsani aytib ketay. Bodring xlorga eng sezgir ekin hisoblanadi. Shuning uchun 3/20 ni bermaslikka bitta sabab 3/20 tarkibida xlor saqlaydi-da, shuning uchun 3/20 berilmaydi. Agar kompleks, ya'ni muvozanatlashgan o'g'it berish kerak deb o'ylagan taqdirimizda 3/8 ni berishni biz tavsiya qilamiz, chunki 3/8 yaxshiroq. Haqiqatan ham siz to'g'ri aytdingiz, Firdos aka, ko'pchilik dehqon o'ylaydi, 3/8 ni 3/20 bersam balandroq-ku va foizi ko'proq deb o'yladi. Yo'q, unaqa emas. 3/20larda o'sha xlor elementi bo'lgani uchun bu bodringga uncha ham xush kelmaydi. Shuning uchun 3/8 berishingizni tavsiya qilamiz. O'sha gapingizga qo'shimcha qilmoqchimiz, siz boya aytdingiz, chunki 18 bilan 20 ni 2% orasiga farq bo'ldi, lekin 2% bo'lgani bilan 20 ni ishini boshqa, 18 ni. Juda to'g'ri. 18 ham ichiga mikro elementlari ko'p. 18 asosan gullagan narsani changlatib beradi. Katta qilmaydi. Undan keyin changlatgandan keyin o'sha kaliy, haqiqatan yaxshi palakni sostansiz zo'r bo'lsa, haqiqatan ham keyin 20 ni bersa bo'ladi. Firdos aka, navbatdagi savolim, buni endi mana qish paytida ekansiz-da. Kunduzgi harorat va kechasi haroratni aytsangiz, qanaqa ushlagansiz, necha gradus ushlagansiz? Bizlar ekkandan keyin tomir yaxshi yo'rgancha 18-20 ga ushlaymiz. Tundami? Kechqurun. Kunduzi ham harakat qilamiz shu 22-23. Chunki 20 ushlayapmiz-ku, o'zi 28 dan tepa bo'lsa, u ham stress hisoblanadi o'zi. Chunki kecha kunduz qancha dehqonlar bir xil ushlasa, palak shuncha yaxshi. O'sha kechqurungi bilan kunduzgi 8 gradus farq bo'ldimi, u stress oladi. O'sha chopiq qilgandan keyin o'sha gulga kirayotgan pilla o'sha gradusni 1 gradus tushib ketaveradi. Hozirgi holatga aslida shu 16-18 ga qo'yganmiz. Xo'p. Firdos aka, endi sug'orishga o'tsak. Endi menimcha bodring ko'pchiligimiz bilamiz, juda ham bir suvga ehtiyoji baland ekin hisoblanadi. Shu haqida bir ozroq qanaqa masalan sug'orishga sug'orishda endi shu 1 gektarimizga bizlar hozir 6 klapan parnigimiz, 6 bo'lak bo'lgan. Opshi kuniga 5 ton suv berib turamiz. Kuniga. Ozuqa bermoqchi bo'lsak, bir kun oldin 5 ton emas 8 ton beramiz, bu kuniga ozuqa beramiz. Ko'p dehqonlar suvni bir aqol zalatadi yerni, keyin ozuqani orqasidan sirazu beradi. Chunki o'sha suvni yaxshilab zag'latgandan keyin o'sha ehtiyoji qolmaydi. Suvni o'zi bilan to'yib qoladi. Ozuqani beradi, ishlamaydi u. Chunki bizlar bir kun oldin sal namlatib qo'yamiz, bu kuniga nima desam, tuproq hammasi o'ziga chiqib olmasin deb. Sal namlatgandan keyin bir kun ozuqani beramiz, ozuqani o'ziga yaxshi oladi. Tushunarli. Demak, sug'orish bo'yicha azizlar tushunarli bo'lsa kerak. Endigi
qiziqib so'ramoqchi bo'lgan narsam kasalliklarda asosan endi mana bodringni kasalliklari, to'g'rimi? Sizga tushdimi o'zi bodring kasalligi yoki agar mayli tushmagan bo'lsa ham o'zi umuman kasalliklarga qarshi kurashish haqida ham ozgina dehqonlarimizga ma'lumot bersangiz. Aslamda hozirgi havoga o'zi fevral aslamda fungitsid kasalliklar ko'p bo'ladi. Endi ko'plar petno deydi, oq shudring deydi, oq palak deydi. Bizlar aslamda haftaga обязательно bir bor Avannatur kombo firmasini o'shani pasten sepib turamiz. Avannatur ham ozuqa, ham aminokislota, ham fungitsidni ham oldini oladi. Tushunarli. Endi mana bugun 3-terimiz, to'g'rimi? Endi navbatdagi mana bu 3-terim уже massaga kiryapti, to'g'rimi? Ekinlar hosil. Endi nima o'g'itlar berish niyatingiz, maqsad qanaqa? Xudo xohlasa уже naychalar ko'p, chunki hozirgi уже 20 bermasak bo'lmaydi bir. 3ta 20 bersak ham ichiga magniy nitrat обязательно qo'shib beramiz. Magniy nitratning xususiyati nima? Oralig'ini yaqin qilib beradi, o'tishni qo'ymaydi. Meva oralig'ini yaqin qilib. Chunki ko'p kishi magniy nitrat birinchisi azotku deydi. Lekin nitratli u. U masalan nitratlarning har xili bor. Uzun qiladigan magniy nitrat semirtiradi bunaqasiga. Eniga. Hosilniga emas, ko'chatnimi? Ko'chatni ham, hosilni ham. Ikkalasiga. Shuning uchun magniy nitrat bilan qo'shib beramiz. Tushunarli. Firdaus aka, mana ko'pchiligimiz bilamiz, qishda ekilganda bodringda ko'pchilik 6 tadan 9 tagacha meva olib tashlaydi. Siz ham shu ishni qilasizmi? Biz ham qilamiz, endi mavsumga qarab. Masalan, sentyabr oyiga eksak, bitta ikkita olamiz. Chunki quyoshli kun normalniy bo'ladi u vaqtiga. To'g'ri. O'sha oktyabrga o'tsak, u yoqich o'sha kun qisqaradi, yorug'lik kam bo'ladi. O'shaning hisobiga oktyabrga 7 ta, 6 tagacha olamiz. Hozir ham mana bunga bizlar 4 ta, 5 ta olgan. Aslida 4 ta endi baribir 2 ta bo'ladi. 5 ta olingan. Chunki hozir o'sha bizlar yana issiq havoga kirib ketyapmiz, kunlarimiz uzun bo'lyapti. 5 tasi normalniy. Tushunarli. O'sha hozirgi ekkanlar o'sha bu oydan o'sha Navruzdan keyin o'sha gulga kirsa ham olmasa ham bo'ladi. Tushunarli. Chunki quyoshli kun normal bo'lsa, u changlanib ketaveradi. Firdaus aka, mana pushtani baland qilish. Shuni afzalligi haqida ham o'zini. Afzallik tarafi birinchidan mana bu shamollash yaxshi, spareni yaxshi, petno fungitsid kasallik bo'lmaydi bunga. Afzallik tarafi shu. Ham pushtani o'sha boyni aytdik 40 ton gung soldi deb, gunga ham ekonom, chunki pastga qo'ysangiz chetlarga titiladi. Uni ham bizlar videosi bor, o'zimizga olganmizlar, xohlasangiz uni ham tayyorlab beramiz sizga. Qanday qilganini, chunki dehqonlarimizga foydasi tegsa, bizlar mamnunmiz. Chunki ko'plar aslida biznes nima qilsin, pul qilay deydi. Bizlarga unaqa narsa kerak emas. Demak, kadr ortida biz o'sha bu kishini go'ng solgan holatlarni ham beramiz. Albatta azizlar, bitta narsaga e'tibor berish kerak. Haqiqatan ham ko'chatni yoshligida, masalan, biagumus yoki bo'lmasam boshida aytganimizdek go'ngdan foydalanish bu juda ham muhimda. Chunki mana biz tuprog'imizni strukturasini, fizik, kimyoviy strukturalarni yaxshilash uchun ham faqat o'g'itni o'zi yetarli emasda. Albatta unga tabiiy, organik o'sha go'nglar yoki bo'lmasam biagumuslar muhim. Shuni ham hisobga olishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Azizlar, yana bitta muhim joy haqida gaplashamiz. pH ko'rsatkichi. Biz mana bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz biz pH haqida ko'p gapirganmizda. Ya'ni bu tuprog'imizni yoki oziqali suvimizni kislotalilik hamda ishqoriylik muhiti haqida gap ketyapti. Bodring biz ko'pchiligimiz bilamiz, pH 6,5-7 oralig'idagi pH juda yaxshi ko'radi. O'z boshqa ekinlardan xuddi shunaqa. 7 dan baland bo'lsa ham, 6,5 dan past bo'lib ketsa ham bu juda yaxshi degani emas. Ekinga o'sha stressga har xil salbiy oqibatlarga olib keladi. Endi Firdaus aka, albatta siz bu narsaga siz ham e'tibor berasiz. Siz har doim pH ni nazorat qilish uchun nimalardan foydalanasiz oziqali suvingizda? Bizlarga ham endi pH yo'q emas, bor, buncha baland emas. Bizlar nima ozuqa bersak, birinchi bir tonna suvga 2 pachka yantarni solamiz. Tushunarli. Chunki yantarni kislota pHni me'yorga olib keladi. Keyin ham dori tayyorlashdan oldin bochkaga birinchi ochiladi yantarini solsa, keyingi ozuqani solsangiz ham u reaksiyaga kirib dorini yaxshi aralashtiradi, qo'zg'aydi. Ham yeyishni yaxshilab beradi yantarni kislota. O'zi har doim har qanday ekinda eng muhim bo'lgan narsalar borda, to'g'rimi? Birinchi ochiladi o'zi ob-havo turadi. To'g'ri. Ozuqalar hammasi u ikkinchi ochiladi. Chunki hozir men kunduzi issiq bo'ldim, forchkani o'zi yarim soat dimiq qilsa parnik, o'zi parnikdan hosildan o'zi 100% voz kechganday bo'ladi. Demak, bu o'sha muhim narsalar baribir
ya'ni tabiiy narsalarda, ya'ni bu harorat, tuproqni o'zi bular muhim. U albatta ikkilamchi o'g'itlar, to'g'rimi? Kasalliklarga qarshi kurashish bular ikkilamchi holat bo'lib qoladi. Chunki ko'p dehqonlarimiz shoshiladi, sal xarajat ko'p dehqonlar bor, gektariga 300 moshin, 40 moshin gum solish kerak deydi. Keyin dehqonlar ham ko'p, ha davay deydi, lekin agronom yo'q, soladi, kam o'zini o'zi aldaydi dehqonlar. Yerga saratonga o'zi og'darib, ko'zini ochib, suv bostirib qilsa dehqonchilik bo'ladi. Ko'p kishi endi adashayotgan nima? Ob-havoga shoshiladi ko'p kishi. Keyin qishga ko'p videolarni men ham endi kuzatib boraman bir xil agronomlarni. Qish vaqti endi ekasi ko'p sarg'ayib yotadi, o'smasdan. O'sha pilla boradi-yu, 2 xil 3 xil dorini qo'shib berib, kaplina bilan o'sha pilla nima desam, vlagani pastroq ushlash kerak. Vlaga pasaygan sari parning issiqlik yaxshi bo'ladi, tomir rivojlanish. Tushunarli. Bizlar ham boshiga shu rushni qo'l bilan 100 gram, 200 gram beramiz, o'sishi yaxshi bo'ladi. Ko'p kishi o'sha qilmaydi, agronomlar boradi, kaplinadan so'nda haydang o'stiradi, 20 beradi. Ular keraksiz narsa. Ortiqcha xarajat demoqchisiz. Chunki o'sishi susmi, sal vlagani kamaytirish kerak. Rushni o'sha pilla yoshligiga bizlar chunki ko'p parniklarga borib qilamiz. Aslida kalsiy bersa o'sha pilla ko'chatning holatini yaxshilab beradi. Tushunarli. O'stirishini, rivojlanishini, suyakni baquvvat qilib beradi. Yana qo'shimcha ma'lumot bermoqchiman. Ko'p kishi bu hosil bo'lsa agar nima desam, qalin qilib teray, sal ko'proq olay yukni deydi. Men birinchi terimga masalan vazni og'irroq bo'lsin, 1 ton emas, 1,5 ton olay deydi, lekin keyingi terimlarga kamiga 10 tonnadan quruq qoladi. Sababi mana bu tayyor emas, lekin biz o'zi buni olamiz bugun. Ikkalasini ham. Ko'p kishi bodring qolmaydi deb qiladi, bu terim qalin bo'lsin deydi. Chunki buni terdikmi, o'sha ertaga mana bunday aytsalar, o'zi normal yana katta bo'ladi. Chunki bu yosh palak o'li, xuddi yosh boladaydi bu ham. Keyin Firdos aka, ko'pchilikda mana bodring qiyshayib qoladi. Bu nima sababdan bo'lishi mumkin? Ikkita sababdan bo'ladi. Suv nami bermasdan, ya'ni nam sug'orish bilan bog'liq xatolik bilan. Bir xil vaqtlar suvni kam berib ko'p bersangiz o'shandan bo'ladi, keyin kaliy yetishmasligidan bo'ladi u narsa. Mana oqpalak deymiz-ku xalq tilida. O'shanga qarshi siz qanaqa kurashasiz bodringga tushib qolsa masalan? Bizlar aslini tushirmaslikka harakat qilamiz. U ham fungitsid kasallikka kiradi. Aslini kelish sababini ham aytaylik, chunki ko'p dehqonlarga kerak. U xuddi o'zidan o'zi parning ichi salqin bo'lib, namlik bo'lmaydi-ku. Quruq sovuqqa aslamay bo'ladi u narsa. 100%. Unga bizlar aslamni Nazapen bilan Avanatur sepamiz. Nazapen top bilan, Nazapen top bilan korumniki. Ikkinchiga yangi kelgan nima edi? Affet. Affet dorisini sepamiz. Ikkinchiga Affet ozuqasini o'sha sepamiz. O'zingiz olib turibsiz, demak o'sha bodringlarga ham sepasiz Affetdan, to'g'rimi? O'zi bizlar fungitsid kasallikni kemasdan olib turamiz o'zi. Oldindan. Tushunarli. Chunki o'ziga oladi, anchana bronoy sal bo'lmay yuradi u narsa. Tushunarli. Chunki o'zi fungitsidni vaqti o'zi bermadingiz bar bo'ladi u narsa. Berib turish kerak oldindan, bo'lmasdan. Tushunarli. Firdos aka, ana endi bozordagi talab haqida. Bozorga qanchalik so'rashyapti, qanaqa talab, shular haqida bir ozgina ma'lumot bering. Bozorga talab kuchli, chunki terishni boshlagandan keyin endi bozor ko'p kishi taniydi bizlarni o'zi. Hamma o'zi mana bugun 3-terim bo'lyapti. Shu ertalabdan beri hamma savdogar telefon qilib yotibdi. Sababi melenning xususiyati olib ko'rsatay. Birinchidan bleski yaxshi, qop-qora emas. Ikkinchidan mana bu gul katta rol o'ynaydi. Guli bir xil turadi, sap-sariq. Yani bozorda ham turadi. Chunki o'zi qop qilamiz. Qopga o'zi dehqonlar tushunadi, buni ko'rsa upakovkasini tushunadi. Yana birontasini uzib ko'rsating, ana dehqonlar anaqa deb o'ylamasin. Tayyorini kesib olishdi. Mana bu palakdan olamiz. Bo'ladi. Chunki ko'p kishi olganga mana bu gulchasi bo'lmaydi. Birinchidan qop-qora emas bodring, to'mni, bleski zo'r, ham qattiqligi yaxshi. Tushunarli. Tez bo'shanib qolmaydi bu. Uzoq masofalarga ham yaxshi. Ya'ni bu o'sha bozorni eng talabgir anaqasi bo'ladi o'shanda. To'g'ri.